odamlarga ma'qul bo'lgan ikkita asosiy rejim bor bu programmada. Galovkaga remont qilib qo'ygan mashinamizni ham bitkazib berdik. Cobalt galovkasini remont qildik. Injektor zaslonkalari ham bo'lib ketdi, xudo xohlasa. Bunda qilingan eng asosiy ishlardan biri hozir ko'rsatamiz. 4tasi birda nomlangan programmamizni qilib berdik. 4 ta rejimli programma ko'rishinglar mumkin. Drive, Sport, zimniy rejim va ekonom rejim. Bu programmamizni yurayotgan paytda ham bemalol o'zgartirib yurib ketsangiz bo'laveradi. Xo'p, drive oddiy normalniy rejim, yurishlari ham zo'r bo'ladi. Stokviy holatdan ancha yaxshi yuradi mashinamiz. Eng asosiysi ekonom rejimimiz. Ekonom rejim 2 litrdan 3 litrgacha mashinalarni rasxodini kamaytirib beradi. Yurishlari вообще idealniy. Odamlarga ma'qul bo'lgan ikkita asosiy rejim bor bu programmada. Ya'ni ekonom va sport rejim. Ekonom rejimda ketyapsiz. Lekin siz tezroq yurishingiz kerak bo'lib qoldi. Borib programmani urdirib, qaysidir kompyuter ishidan qildirib kelmaysiz. Joyida sport rejimga olsangiz, mashinangiz tortishi ancha zo'r bo'ladi.